Ha, Sardor. Qancha? Ular biznes loyiha nima ekanligini tushunmaydi shekilli. Ha, mayli. Nasibda? Yo. Narximizdan bir tiyin ham tushmaymiz. Bo'pti. Buva, nega faqat shu kanalni ko'raverasiz? Yosh o'tgan sari odam ko'p narsani xohlamay qolar ekan. Faqat bitta niyat bo'ladi. Kabaga qarab, nasib qilsa deb qo'yaman-da. Unda dadam sizni Kabaga olib borsinlar? Ha? Haligi Hadicha qizim. Xona sovib ketgandek bo'ldi. Konditsioner yoqib bor. Xo'p bo'ladi. Hadicha, bu yoqqa kel. Qizim, bu joyga bo'yinni olib borishim uchun ko'p pul kerak. Agar mana bu ishlarim o'xshasa, hamilani olib boraman. Xo'pmi? Xo'p. Hozircha imkonim yo'q. Odamni xijolatga qo'ymang, qizim. Bu meni hamma pulim, boshqa yo'q. Shularni olib borib keling, buvam. Bu yetmaydi-da, qizim. Yetmaydimi? Yo'q-da. Mayli. Unda veligimni ham soting. Qizim. Nega o'zingga qadrli bo'lgan narsalaringni bermoqchisan? Axir ular sizning dadangiz-ku. Rahmat qizim. Sen bilan faxrlanaman. Hozir kelaman. Loyiham 1 yildan beri sotilmayapti. Topganimni orttira olmayapman. Umri 2 kishiga kamida. Bolam esa velosipedini va bor pulni bermoqchi. Borini bermoqchi. Men esa bola bo'lib. Qo'shni, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bozor qalay bo'ldi bugun? Ha, yaxshi. O'zingiz omonmisiz? Ha, rahmat. Maqsadga o'tsam. Xo'sh. Sparkimni ko'rgansiz. Ha? Bilasiz. Xo'p. Nech pulga olasiz? Ha, nima bo'ldi? Nimaga sotyapsiz? Zaril bo'lib qoldi. Ha, tinchlikmidi o'zi? Tinchlik, yaxshilikka. Dadamlarni umraga olib bormoqchiman. Odamni qo'rqitib yubordingiz. Yaxshilikka ekan-ku. O'ylab qarasam, umr o'tmoqda. Xudo asrasin, ulgurmay qolsam degan fikr shoshiltiryapti meni. Ha, tushunarli. Mashina bo'lsa, topilar. Qo'shni, men aynan mana shu masalada kech qoldim-da. Armonda qoldim. Siz yaxshi o'ylabsiz. Bo'ldi. Mashinangizni ko'rmasdan 5000 beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi, kelishdik. Hozir chiqaman. Faqat ovqatimni yeb olay, xo'p? Xo'p. Xo'p. Qizim. Xona sal isib ketdimi? Konditsionerni o'chirib qo'ya qol. Buva, nima uchun issiq ketaverasiz? Ha, endi qarichlikda bolam. Ha, shunga hoy, issiq suvimdan xabar olib turlaring deysiz-da. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi o'tiribmiz, lekin buvam issiq ketyaptilar. Dada, endi konditsionerni eng issig'iga qo'yib, o'chirmay o'tiring. Nega bolam? Chunki yaqin kunlarda issiq o'lkalarga ketamiz. O'rganib turing deyman-da. Tushunmadim. Dada, Xudo xolasa haftaning oxiriga umra safari bilan Makka va Madinaga ketamiz. Rostdan. Nahotki Allohim, nolalarim o'zingga yetib boribdi-da. O'zingga beadad behisob shukr Allohim, chaqirganlaring rost bo'lsin. Shu joylarga boramanmi? Shu joylarga. Nahotki baytingga boraman. O'zingga shukr, behisob shukr. Rahmat jon bolam. Nimaiki yaxshi niyatlaring bo'lsa, tez kunda shu niyatlaringga yetkin bolam. Allohu akbar. Bu ishni ertaroq qila olmaganim uchun kechiring.
menchimi? Men bormaymanmi? Buva, men ham boray, issig'ingizdan xabar olib turardim. Qizim, seni boshqa safar olib boraman. Alo, Iting, nima? men ham olib borsinlar. Aldamayapsanmi? Rostdanmi? Vacha! O'zim sizlarga qarab turaman. Tabriklayman o'rtoq, rahmat. O'zingga shukr. Bo'pti. Dada, loyihamiz axiyri sotildi. Rostdanmi? Ha. Duolaringiz ijobat bo'ldi. Dada, ishlaringiz yurishib ketdimi? Ha, qizim, yurishib ketdi. Ana endi ham olib bormang-chi biz kabaga. Bo'ldi, hojonam, olib boraman. Nima? Xojona dedingiz? Nima dedim? Buyaq Voy, keling. nima dedim? Siz mana xojona dedingizmi? Dada, Tasmaniya. Ha, bo'pti. ketasiz, Hop. ketasiz. Unda hoji ona qizim bo'lmasa. Nima? Ha. Ana endi ko'rasiz meni. Jonim, kel bu yoqqa. Men o'zim sizlarga qarayman. O'zimni dasturxonga Barakalla.